Monster ushladim do'stlar, mana pastda turibdi, tiqilib qoldimi, nima qildim bilmadim. Endi bir amallab tepaga chiqib oldim, o'zim pastga tushgan. Yurishini qaranglar do'stlar, buni bora bunchalik deb o'ylamagan edim. Yo'q. Yana o'ldirdi. Qoch do'stlar, уже meni qulyapti. Haligi monster уже qochmasam bo'lmaydi menimcha. Tirik qolish ehtimolim yo'q, yana ushib oldi. Yo'q. Minecraft, lekin The Man from the Fog nomli maxluq bilan yashab qolishga harakat qilaman. Unda videoni boshladim. Bu galgi vyjvaniya juda ham qiyin vyjvaniya bo'ladi, chunki bu vyjvaniyada biza bilan The Man from the Fog nomli monster birga bo'ladi. Vyjvaniya davomida bizga daraxt juda ham kerak bo'ladi. Va men daraxtlarni tezroq yig'ib olib, aslaqalarni yasashga boshlashim kerak bo'ladi. Va do'stlar, men o'zimga sekin aslaqalarni yasashga boshladim. Kirka va topor bizga vyjvaniya davomida eng kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi bo'ladi. Ayniqsa o'sha monster bilan vyjvaniya qilishga. Endi men sekin chetroqdan o'zimga shaxta topaman va shaxtadan yetarlicha kamin, ya'ni tosh yig'ib, sekin vyjvaniyani davom ettirsak ham bo'ladi. Va men o'zimga kichkinagidan bo'lsa ham shaxtacha topib oldim. Bu shaxta yordamida men o'zimga ozgina bo'lsa ham tosh yig'ib olaman va tosh yordamida instrumentlarimni yana ham kuchaytiraman. Qo'limdagi yosh instrumentlardan men toshli instrumentlarni yana ham yasashim mumkin bo'ladi. Va do'stlar, sizlarga agar men bitta gap aytadigan bo'lsam, bu karta juda ham g'alati. Ya'ni odatiy Minecraft kartasiga o'xshamayapti. Balki haligi monsterdan shunaqa qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Va endi men do'stlar o'zimga yetarlicha ovqat tebib olishim kerak, chunki vyjvaniya davomida bizga juda ham ko'p ovqat kerak bo'ladi. Va do'stlar, men o'zimga pechka yasashni boshladim. Endi pechka yordamida men narsalarimni pishirib olsam ham bo'ladi. Va do'stlar, menda ovqat tayyor. O'zimga 2 dona ovqat pishirib oldim. Menimcha hozircha yetib olsa kerak deb o'ylayman. Agar yana yetmaydigan bo'lsa, mana menda yana 2 tovuq go'shti bor. O'shalarni sekin pishirib yesam ham bo'ladi. Va endi men do'stlar yana shaxtaga bormoqchiman. Shaxtadan agar ko'mir topa oladigan bo'lsam, ko'mir juda ham zo'r bo'lardi, chunki biz bilasizlar do'stlar, qanaqa monster bilan o'ynayotganimizni. Agar Minecraftga tuman tushadigan bo'lsa, fakel yasab olsam, fakel vyjvaniya davomida bizga juda ham asqot tushishi mumkin bo'ladi. Va mana do'stlar, o'sha shaxtani topdim men. U do'stlar juda ham zo'r. Zombilar. Do'stlar, men ko'mir topib oldim. Va endi ko'proq ko'mir yig'ib olaman, chunki fakel yasashim kerak bo'ladi. Va ko'mir bilan qo'shib o'zimga tosh ham yig'ib olaman, instrumentlarimni kuchaytirish uchun. Va do'stlar, men o'zimga kerakli bo'lgan resurslarni oldim. Endi men sekin o'zimga instrumentlarni yasab olsam ham bo'ladi. Birinchi bo'lib men kirkadan boshlayman. Topor уже tayyor. To'xtinglar, men lapatkam yasab qo'yaman. Nima lapatkam agar vyjvaniya davomida kerak bo'lishi mumkin. Va endi men tashqariga chiqsam ham bo'ladi. Tashqarida уже qo'ng'iroq ham tushibdi do'stlar. Sekin tayyorlanishga boshlashimiz kerak. Birinchi bo'lib men o'zimga sekin uyqushni boshlamasam bo'lmaydi do'stlar. Do'stlar, menga уже monster hujum qilishi yo'qol. Yo'q, уже do'stlar, menga уже monster hujum qilishni boshladi. Yuribdi do'stlar, qoch. Yo'q, ulgurmadim yana. Yo'q do'stlar, men уже ulgurmayapman. To'g'risini aytsam, yana o'lib qoldim. Monster ushladim do'stlar, mana pastda turibdi, tiqilib qoldimi, nima qildim bilmadim. Endi bir amallab tepaga chiqib oldim, o'zim pastga tushgan. Yurishini qaranglar do'stlar, buni bora bunchalik deb o'ylamagan edim. Yo'q. Yana o'ldirdi. Qoch do'stlar, уже meni qulyapti. Haligi monster уже qochmasam bo'lmaydi menimcha. Tirik qolish ehtimolim yo'q, yana ushib oldi. Yo'q. 2000 years later. Do'stlar, qochishga ulgurmayapman. Do'stlar, bu yo'q.
Agar video sizga yoqqan bo'lsa, sizdan bitta like va obuna bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. Sizni bosgan bitta like'ingiz meni keyingi video uchun motivatsiyamni juda ham kuchaytiradi. Agarda bu videoda 20 ta like bo'ladigan bo'lsa, keyingi videodagi montaj bundan-da yaxshiroq bo'ladi. Men sizga bunaqa bo'lishiga va'da beraman. Hozirroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang.